Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz zikr haqida bo'ldi. Zikr yod etish, eslash, xotirlash deganlik bo'ldi. Allohning zikrdan ikki narsa maqsad qilindi. Biri Allohni dil va til bilan zikr qilish. Ya'ni tasbih aytish, subhanalloh deb. Tahlil la ilahe illallah vahdahu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumitu bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir deganga o'xshash. Takbir yani Allahu akbar deganga o'xshash. Yana biri mayli dunyolik, mayli oxiratlik har bir ishni qilishda Allohning bizni kuzatib turadiganligini esdan chiqarmaslik. Ya'ni Alloh meni kuzatib turdi, ko'rib turdi deb to'g'risini qilish. Allohni esdan chiqarmaslik. Ailədəki cidəl macra, köngülsüzlük, qəzəb, nəfrət, bir-biriga varqırab sözləş, öydə huzurun yo'qolishi qatorliqlarning hammasi Allohdan yiroqlashib, shaytonga yaqin bo'lib qolganligining alomati. Chunki Alloh bilan bo'lmagan qalblarni shayton har xil vasvasalar bilan to'ldirdi. Va man ya'shu an zikrir rahmanin nuqayyid lahu shaytonun fa huwa lahu qarin deydi bir oyatda. Kimki Rahman Allohning zikrdan yuz o'risa, ya'ni Allohni unutib ketsa, uningga shaytonni hamroh qilib qo'ymizda, shayton uning do'stiga, ya'ni hamrohiga aylanadi. Chunki Allohdan xoli qolgan qalbga shayton urilishidi. Har bir musulmonning atigan oqshomlik zikr va tasbihlar bo'lishi kerak. Masalan, Sura Fatiha, Baqara surasining 5 oyat. Undan keyin Qul ya ayyuhal kafirun, Qulullohu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas deganga o'xshash. Eng qisqasi bu yani. Uningda boshqa kunlik Qur'on o'qish soati bo'lish kerak. Bu kunlik vazifa deyiladi. Kunlik vazifasi bo'lmagan kishining oilasida huzur va barakat bo'lmaydi. Ko'p pul topgan bo'lsa-mu, uning barakatini ko'ra olmaydi. Peygamberimiz atiganlik ve keşlik zikrini qat'iy tark qilmaydi. Bazı vaqtida bir qatim tark etib salsa, uning qazosini qiladi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam Allohni zikr qilishning muhimligi to'g'risida mundaq degan. Allohni zikr qilib turadigan odam bilan Allah'ını zikir qilmaydigan adamның farqi tirik bilan o'likka o'xshash. Ya'ni Allohni zikr qilib, Allohni yod etib turgan odam, uning qalbi o'yg'oq va haqiqiy hayotda yashagan bo'ldi. Allohdan g'aflatda qolgan, Allohni unutib ketgan odamning qalbi g'aflatda va o'zi o'likka o'xshash yashaydi. Alloh taolo Qur'on Karimning nurg'un oyatlarida zikrga emr qilgan, yani zikr qilishga buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran kaseera deydi. Iymon etganlar Allohni ko'p zikr qilinglar. Yani ko'p zikr qilinglar. Vazkur robbika hatta yatiyakal yaqin. O'lim kelganga qadar Allohni zikr qilavergin deydi bir oyatda. Vazkur robbika bukratan va asila. Rabbini atiganda oqshomda zikr qilgin. Fazkurulloha kazikrikum abaakum aw ashadda zikra deydi. Allohni atanglarni yod etgandek yod etinglar va uningdan qattiq uningdan bek yod etinglar deydi. Zikrning eng afzali la ilaha illalloh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, men va mendan ilgirki Peygamberlerinki etkan en evzel zikri La ilahe illallah boğan dedi. Bir günü sahabeler, kembeğil sahabeler yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qishqa kelib baylamı bizga o'xshash ibodat qiladi, bizga o'xshash namoz o'qiydi, bizga o'xshash zikr aytadi. Ama ularning pul meli bo'lganligi uchun sadaqa qiladi, zakat uradi, xayri ihson qiladi, yordam qiladi. Shuning bilan ular bizdan ortiq savobga erishadi.
biz qanday qilsak boylar erishgan savobga erishimiz deb kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sizlarga boylar erishganga o'xshash savobga erishadigan amalni deb beraymi dedi. Yo Rasululloh bo'lsa deb bersizlar dedi. U bo'lsa har namozdan keyin Subhanallohni 33, Elhamdülillahni 33, Allahu Ekber'ni 34 qatim aytinglar, shuning bilan 100 bo'ldi. Har namozdan keyin va har atigan oqshomda shuni aytsanglar, boylardan qilishmaydigan savobga erishsizlar dedi. Sahobalar nayt xushal bo'lib shuni uyg'unib anda aytishga odatlandi. Ular masjidda shuni aytib o'tirsa, boylarni anglab qolib uni boylarni shu namozdan keyin shuni aytdi. Ya'ni kambag'allar bilan o'xshash ularni shuni aytdi. Aytgandan keyin bu kambag'al sahobalar Rasulullohning yoniga yana bordi. Ya Rasululloh, sizlar uyutib qo'ygan shu zikrlarni endi boylarni aytgan bo'lib ketdi. Ular bizga o'xshash aytdi. Yani bizden artıqlab ketdi ular. Hem bizga o'xshash shu zikrni aytdi, hem pul mali bilan yaxshi ishlarni qildi. Biz qilay desak pul malimiz yo'q. Yana ularga yetishmay qoldik degandan keyin Alloh taolo zalika fadlullohi yu'tihi man yasha dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu Allohning fazli, uni xohlagan bandasiga berdi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zikrninki eng yani afzali to'g'riliq bunday deganda kalimatani xafifatani alal lisan saqilatani alal mizan habibatani ilar rahman subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. İki kelime söz var, iki cümle söz var. O tilga nayt yenik. Her qanday adam onu diyalaydi. Tilga yenik ve yaxshi ameller mizanida eg'ir keldi. Yani eg'ir, yani savoblikka nayt salmoq. Allah Taalaga en yaqinlik. U qaysi deganda subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Yani en isim zikr. Endi Allah'ni zikr qilish bilan, Allah bilan birga bo'lish bilan odamningki ko'ngli arom topadi ve kalbi rahatlanadi. Allah Taala bu haqda ala bi zikrillahi tatmainnul qulub degan. Bilinglar ki Allah'ni zikr qilish bilan dillar arom topadi deydi. Çünkü insan aciz. O Allah bilan bo'lganda kuchlik. Allah'ni unutib qolganda, Allahsız qolganda o aciz. Allah bilan bo'lganda ko'ngli to'q, ko'ngli tom. Allah'ni unutib qolganda bek bichoralab ketdi. Ta'ritilishdan tortib namoz o'qishlarimiz va namozdan keyingi duolarımızın hammasi zikrga kirdi. Allah Taala Musa alayhisolamga qilgan vahiysida va aqimus salata li zikri deganda meni zikr qilish uchun, meni yod etish uchun namoz o'qing degan. Yani ta'rtil bismillahirrohmanirrohim deb ta'rat başlığından tartib, tarat ep bo'lgandan la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu bi yadihil khayru va huwa ala kulli shay'in qadir deb shu duoni o'qigandan boshlab namozga Allohu akbar deb Allohning ismi bilan namozni boshlagandan va namozni tugatib duo qilib qo'pqandan hammasi zikr yani. İbadetler ro'zimiz zikr. Allah Taala'nı yad etip Allah Taala'nın emrini tutup roza tutumuz mesela. Zakat mı zikir? Allah Taala'nın emri, Allah Taala'nın emrini orundavatıman deb qilamiz. Hac mı zikir? Hacdagi bütün o'qildigan dua, tasbihlarning hammasi zikir. Yani zikrning o'rni islomda nihoyat yuqori. Chunki ibodatlarning eng kattasi hisoblanadi. Allah Taala hammamizni Allohning zikridan g'aflatda qolmaydigan hushyor musulmonlardan qilsin. Amin.